Yugurmang qizlarni orqasidan. Qizlarni orqasidan yugurayotgan bolalarni jamiyatda ham hurmati bo'lmaydi, qizlarni oldida ham hurmati bo'lmaydi. O'zini ustida dostoyniy ishlayotgan, uspeshniy bo'layotgan o'g'il bolalarni va emotsionalniy o'zini sal uzoqroq tutgan bolalarni urvini har doim baland bo'ladi. 2008-yilda tadqiqot bo'lgan g'arb mamlakatlarida emotsionalniy o'zini uzoqroq tutgan o'g'il bolalarni urvini teparoq, hurmati baland bo'lgan ayollarning atrofida. Ikkita misol keltiraman. Birinchisi, o'g'il bola o'zini ustida bomba ishlayapti. Missiyasi bor. Mana o'g'il bola faqat qizlarning orqasidan yuguradi, faqat iltimoslab kechirim so'raydi, to'xtovsiz Telegramda yozadi, hurmati baland deb o'ylaysizlarmi? Achchiq haqiqat, ayol kishilarning oldida bularning hurmati to'kilib ketadi. Oldin ota-bobolarimiz urushlarda qatnashgan, epidemiyalardan, urushlardan omon qolishgan. Hozir Instagramda ko'ramiz, afsus tiz cho'kib, iltimos qilib so'rayotgan bolalar ham chiqyapti. Afsus.